Joriy yilning 8-fevral kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar davomida Uchqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'linmasi tezkor vakili shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda joriy yilning 6-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchqo'rg'on tuman sudi tomonidan chiqarilgan ajrimga ko'ra Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismiga asosan noma'lum shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida shu tumanda yashovchi fuqaroning yashash xonadoni hamda yordamchi xo'jalikda tintuv o'tkazilganligi. Tekshiruv davomida yashash xonadonidagi temir seyfda 11 nafar fuqarolarning fuqarolik pasportlari, 6 dona transport vositalarining qayd etish guvohnomasi, 6 dona haydovchilik guvohnomasi, 2 dona uyali aloqa vositalari, 1 juft ziraklar borligi aniqlandi. Surishtiruvlar natijasida mazkur shaxs ushbu buyumlarni fuqarolarga foizga qarz berganligi uchun garov sifatida olganligi aniqlanib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilganligi hamda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borayotgan vaqtda fuqaro to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va olingan narsalarni qaytarib berish evaziga 300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni berishni aytgani. Xodim esa fuqaroga uning bu harakatlari qonunga zidligi, pora olish ham, berish ham jinoyat ekanligini tushuntirsa-da, ushbu shaxs qayta pora taklif qilayotganligini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Xodimning bildirgisiga asosan shu kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir belgilanib, o'tkazilgan tadbir davomida fuqaro xodimga xizmat xonasida 300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlanib, tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Uchqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.